Telegramdan spamga tushib qoldingizmi? Men sizlarga undan chiqib ketishdan top 3 ta yo'lini ko'rsatib o'tib ketaman. Birinchi yo'li Telegramdan spam info botni yozib turib, start buyrug'ini beramiz. Start buyrug'ini berganimizdan so'ng sizlarda qancha muddatga chiqqani ko'rsatiladi. Erta ошибкani bosasizlar. Sizlar erta ошибкani bosgandan so'ng quyidagi promptni sizlar jo'natasizlar botga. Jo'natganlardan so'ng sizlar u promptni qabul qiladi va 2 kundan so'ng sizlarga javobi keladi. Ikkinchisi, brauzerimizdan delete telegram akkaunt deb yozamiz. Kirgan o'yindan birinchi saytga kiramiz va saytga kirgandan so'ng nomerimizni yozamiz. Tasdiqlash kodi boradi. Tasdiqlash kodini kopirayot qilib turib, bu yerga qo'yamiz. Restavit qilib qo'yganimizdan so'ng chiqqan o'yindan delete akkauntni bosamiz va u yerda delete my accountni bosamiz. E'tibor beringlar, bu yerda Telegramni o'chib yangitdan ochiladi. Yes, delete my account deb bosamiz va bo'ldi, bizda Telegram yangi. Keyingisi Telegram Premium olishimiz kerak bo'ladi. 1 oylikni sotib olsak biz uchun yetadi. Bemalol xohlagan odamimizga yordamimiz Telegram Premium sotib olamiz. Telegram Premium va sotib olganimizdan endi bemalol xohlagan odamimizga yozsak bo'ladi. Agar sizlarga video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib turib, kommentariyga fikringizni yozib qoldirib, menga obuna bo'lishni unutmanglar.